Assalomu alaykum. Quyonchi do'stlarim, yaxshimisizlar, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Aytib buyurmaysizlar, kamina orada bir emas bir necha yil quyonchilik sohasiga doir bo'lgan videolar joylamay qo'ydim. Negaki kamina hozir ayrim yillar bu narsani bilasizlar. Boshqa sohaga o'tib ketganmiz biz xalq tabobati yo'nalishida o'sha yo'nalishini hijomada, aynan hijoma yo'nalishida, xalq tabobati hijoma yo'nalishida faoliyat yurg'izganman. Endi o'rtoqlar, diqqatinglarni bu nimaga qaratmoqchi emasman. Sizlarga shu kecha kunduzda ko'plab savollardan kelib chiqib turib, quyonchilardan savollardan kelib chiqib turib, kamina sizlarga yangi boshlayotganlarga ayniqsa yaxshi bir o'zimni o'sha o'tmishdagi quyonchilik sohasidagi tajribalarimni yana bir takror o'laroq sizlarga aytib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda ko'pchilikda o'lim soni ko'payib ketayotgan ekan. O'rtoqlar, o'lim soni ko'payib ketyapti. Bu sizlarning aybinglar. Demak, quyoninglarni emlamagansizlar. Quyonni emlash shart. Quyonni o'sha Rabibak V, Rabibak B o'sha nimalari bilan emlash, preparatlarni emlash har 6 oyda bo'ladi. Endi ustozimiz Dilyorbek aka esa har 5 oyda qilganingiz yaxshi aka derdilar. Xo'p, undan tashqari mana assotsiirованный degan dorimiz ham bor, preparatimiz bor. U 1 yilga yetadi, bilasizlar. Endi emlash bizga nimaga kerak? Emlash o'rtoqlar bahor bilan kuzda kasallik qo'zg'aydigan payti bo'ladi. Bu kasal yomonki, bu shu keladigan kasallik quyonlar shu keladigan kasallik chuma kasal deymiz, boshqa kasallar deymiz. Yomon taraf shu yerdaki, quyon hozirgina bir yarim soat oldin, 1 soat oldin yaxshi yurgan quyon birdaniga o'ladi, qoladi. Qani endi bir anaga tovuqqa yoki molga, qo'yga o'xshagan bo'lsa ekan, o'limda xomush bo'lib turgan holatini ko'rib, so'yib yeb olishga ulgursangiz, bekordan bekor isrof bo'lib ketadi. O'shaning uchun emlash shart. Keyin bozordan olayotganinglarda ham shuni so'rab olinglar o'rtoqlar. Emlatganmisiz, yo'qmisiz? Emlatmagan bo'lsangiz, iltimos sizdan meni aldamang. Emlamaganman, haligi nima qilmaganman desangiz, men borib qilib olaman. Hozir qilmay turib, o'shani emlamasdan turib emlaganman desangiz, men 2 o'rtada quyonni ajratib qolaman deb to'g'risini so'rab olinglar. Olib kelib, shu yo'l-yo'lakay kelayotganinglarda vetapnikilardan olib kelib mahv qo'yasizlar. Keyin uni birdan emas, olib kelib joylab bir 1-2 soat o'sha nimaga o'zingizlarning muhitingizga moslashib olib, quyon juda ham ta'sirchan hayvon bo'ladi. Tez stressga tushadi u. Birdan stressga tushadi. Keyin uni preparatni jo'natib yuborsanglar, u preparat ham tirik narsa. Ko'zga ko'rinmaydigan mayda milliardlab tirik narsa bo'ladi u. Butun jismoniyatga tarqab, immunitetga borib, immunitet bilan o'rtoq bo'lib olib, ikkalasi keyin butun tanada yashab yurishadi. Tashqi muhitdan kelgan kasallikka kelamiz, kurashamiz degan ma'noda. Endi o'sha bu ukol bilan kirgan yot narsa quyon tanasidagi tirik nima bilan birga kelgan paytda bir-biri bilan o'rtoqlashib olish uchun bu ham quyonga nima beradi? Stress beradi. Tushundingizmi? Quyonda har xil yomon o'zgarishlar bo'ladi. Shuning uchun birpas qo'yib beramiz 1-2 soat. O'ziga kelib oladi, keyin haliga emlab qo'yamiz. Xo'p, shu o'rinda ko'pchilik aytishyaptiki, shu yosh quyonchalarimiz o'lib qolyapti. Endi yem-hashakka o'tuvdi, u yoq deyishyapti. Esingizda tursin. Urg'ochi quyon tug'dimi, 30 kundan keyin bolalari o'zi shu 10-15 kunda sekin-sekin onasi bilan chiqib, u narsani yeganday bo'ladi-yu, 30 kunda bolalarni o'sha ajratib tursanglar bo'ladi. Demak, bu degani bir 25 kun bo'ldimi, boring yana mayli 30 kun bo'ldimi, onasini oldida yurgan paytda bolalarni hammasini emlab qo'yinglar. U emlaydigan preparatlar ular qimmatga tushmaydi sizlarga. Emlab qo'yasizlar-da, 4 kun 5 kun ushlaysizlar, boyaga stresslar o'tib oladi onasini oldida, sekin-sekin ajratib qo'yasizlar. Demak, oltin qoidalardan bittasi, oltin qoidalaridan bittasi quyonchilik sohasi. Bu birinchi o'rindagi emlash o'rtoqlar. Emlashga nihoyatda e'tiborli bo'linglar. Diqqatli bo'linglar. Bekordan bekorga olib kelasizlar, u o'lib qoladi, keyin tushkunlikka tushasizlar. Mana endi ozib-yozib bir quyonchilik qilganimda mamlaqa bo'ldi deysizlar-da, o'zingizlarning aybinglarni hisobiga shunaqa bo'ladi. Endi ayb degan so'zga bitta nuqta berib ketaman, urg'u berib ketaman. O'sha ayb, o'sha xatoliklar ko'proq bo'lmasligi uchun nima qilinglar? Avval birinchi birdaniga dab turishdan xayolingizga birdan urib turib, "Oh, bo'ldi, men quyonchi bo'laman, bu zo'r ekan, tez ko'payib ketar ekan, palon ekan, piston ekan" deb ana ajoyib xayolparast kinosiga o'xshab turib, xayollarni qilib birpasda millioner bo'lib qolaman demanglar xayolda. Quyonchilikni mukammal o'rganib, uni haqiqiy quyonchi mutaxassis bo'lguningizcha kamida 6 oy o'tadi. Undan oldin esa 6 oy sizlar bu sohani o'rgangan bo'lishingiz kerak. Va umuman quyon boqib yurmagan bo'lsanglar o'rtoqlar,
birinchi o'rinda o'zimizni bozordagi jaydari quyonlarni olib kelib boqinglar. O'shandan olib kelib o'rganib, ko'paytirib, hamma nimalarni joy-joyiga tushirgandan keyin zotli quyonlarga o'tishni boshlaysizlar. Shu o'rinda yana bitta tanbeh: hech qachon yerda tapara-tupur CDga, go'ngiga botib yuradigan qilib boqmanglar. Chiroyli qilib, tenglarda setkalari bo'lsin, quruq tursin quyon, mayli jaydari quyon bo'lsa ham. Shu jaydari quyondan qanchalik darajada yaxshi qarab, yaxshi haligi sifatli boqishlarni o'rganib olsanglar, keyin u yoq shunga qarab ulanveradi. Menimcha bugunga yetarli. Endi qo'limdan kelgancha Xudo xolasa, yana sekin takroriy tajribalarim bo'lishga harakat qilaman. Ungacha sizlar kaminani qo'llab-quvvatlab, layklarni ko'paytirib, yaqin bilishlarga, tanishlarga yuborib, kanalimga obunaga chaqiravringlar. Xudo xolasa endi sizlarni zeriktirib qo'ymayman. Salomat bo'lasizlar. Hammanglarni boringlarga shukr.